Manchester City Abduqodir Husanovni ijaraga berib yubormoqchimi? Abduqodir Husanov O'zbekistonga kelib ketgandan keyin ketma-ket 4 uchrashuvda maydonga tushgani yo'q. City Husanovni ijaraga berish haqidagi xabarlar tarqalmoqda. Hozircha Husanovga da'vogar Angliya Premyer Ligasining pastki o'rinlarida joy olgan Ipswich jamoasi bo'lib turibdi ekan degan xabarlar tarqalmoqda, ya'ni bilasiz, o'zbek auditoriyasida. Aslida Abduqodir Husanovning zaxirga olinishi terma jamoa yig'inlaridan keyin boshlangani shunchaki noo'rin taymin xolos. Ya'ni Husanovning go'yo formasini yo'qotgani haqidagi farazlarga yo'l ochadi xolos, ortiq emas. Ammo menimcha bu farazlar noo'rin. Birinchidan fevral-mart taqvimida Manchester City, Real, Newcastle, Liverpool, Nottingham va Tottenham kabi jamoalarga qarshi o'ynadi. U paytda Cityning o'yini u qadar ishonchli emas, ham ko'proq himoyalanishga. Bugungi kunda sportga qiziqish shunchaki tomosha bilan tugamaydi. Kimdir natijalarni oldindan taxmin qilishni biladi, kimdir esa bu bilimni foydali yo'nalishga aylantirib bo'lgan. Statistikani o'qish, jamoalarni tahlil qilish, o'yinga bo'lgan hissiyot bular endi boshqacha qiymatga ega. Ko'pchilik buni hobbidan tashqariga olib chiqdi. To'liq yo'nalish kerakli manzillar, homiy silkasi kommentda. Harakat qilishga tayyorman deganlar uchun eshik ochiq. To'g'ri kelardiki, masalan, Stone sog' paytida ham Madridda Husanov hatto qanotga bo'lsa ham qo'yildi, chunki manchesterliklarning himoyalanishga muhtoj edi. Keyingi raqiblar Bournemouth, Leicester, Crystal Palace, Everton, hatto Manchester United ham yuqorida sanalgan jamoalar kabi xavfli emas va Cityga nisbatan o'yinni topib oladi. To'pni ko'proq nazorat qilyapti. Muhimi, jarohat olgan Holland o'rniga qo'shimcha yarim himoyachi tushirilyapti. Ya'ni endi to'p nazorati Pep Guardiola shogirdlari tomoniga o'tmoqda. Taqqoslash uchun Husanov fevral-mart o'yinlarida Manchester Cityning o'rtacha to'p nazorati 56% ni bo'lgan. So'nggi 4 uchrashuvda esa 65% ga ko'tarilgan. Bu katta farq. Endi manchesterliklar ko'proq to'p bilan o'ynayapti va Husanovga bo'lgan ehtiyoj pasaygan. Jamoa uzun paslar emas, qisqa uzatmalar bilan hujum uyushtirishga o'tdi. Qisqasi, yaqqol himoyachi Husanov va yaqqol hujumchi Holland o'rniga ikki yarim himoyachi paydo bo'ldi. Kecha Guardiola juda muhim gap aytdi. Hozir tarkibimiz katta, u menga yoqmayapti. Bu ba'zi futbolchilar hatto Zayevkaga ham kira olmay uyda qolishdi. Uyga borib oynaga qarashadi va men bu yerda nima qilyapman deb savol berishadi. Biz ularga o'z ishini qilishga imkon bera olmayapmiz. Bir qaraganda acha tushunarsiz mujmal fikrlar, ammo davomini eshitganda hammasi o'rniga tushadi. Guardiola jarohatlari ko'pligini va ba'zi futbolchilar mavsumning 25% o'yinlarida ham tayyor bo'lmaganini aytib, ularni almashtirish lozimligini ham aytgan. Ya'ni Pepga doim tayyor bo'lgan, doim o'ynaydigan, ma'lum darajani saqlab tura oladigan futbolchilar kerakki, ular doim qaydnomada bo'lsin. Kerak bo'lganda yordam bera olsin. Yozda klub shu yo'nalishda ish olib boradi. Shu jihatdan qarasak, bugun Husanov o'yinda emas, jamoa bilan Goodisonga kelgan. Guardiolada nafaqat asosiy qaydnomaga kirish ham oson emasligini unutib qo'ymaylik. Xo'p, aziz do'stlar, kommentariyada o'z fikrimizni yozib qoldiramiz. Aslida Husanovni zaxirada qoldirilishi shunchaki o'zbek auditoriyasida bo'layotgan mish-mishlar xolos. Ko'ramiz, kuzatamiz. Hali ko'rasiz, Husanovdan katta umidlar bor va Husanov katta o'yinlarda tushadi deb umid qilamiz. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring do'stlar.